Oling. Ha? Derazasi so'ng menga tashxis soling. Qadrdon azizlar, mana bu bugungi ikkinchi videomiz. Bahgul Hojonamiz Toshkent viloyati Olmaliq shahridagi qilayotgan limonariyadagi ikkinchi video. Bu mandarin abreskasi haqida bo'ladi. Qadrdonlar, mandarinlar ham limonga o'xshagan novda turlariga ega. Ya'ni 1 yil xizmat qilib beradigan ona novda. Kavtaga men qo'yib turaman, 10 yilda bir marta qo'yib turaman. 1 yil xizmat qilib beradigan, mana bitta kesib turamiz, qahatchilik degan yo'q. Mana shu do'stlar 1 yil xizmat qilib beradigan ona novda mana. Shu ikkalasi. O'zini ushlab turing. Shu ikkalasi ham mana 1 yil xizmat qilib beradi. U degan nima degani? Agar bu yil gullaydigan bo'lsa, gulni ushlata olmagan bo'lsa yoki gulni ushlab meva qilgan bo'lsa ham, bu shu novda bu yil 2026-yil noyabrga borganda butaga aylanib qoladi. Bunisi ham shu navbatda shunaqa. Buni 1 yillik xizmat qilib beradigan ona novdani razmeri 1 santimetrdan 10 santimetrgacha bo'ladi. Undan ko'p bo'lmaydi. Maksimal 12 bo'ladi. Keyin 2 yil, 3 yil xizmat qilib beradigan ona novdalar bor mana. Mana shunisi mana sizlarga yuqorida aytganim 1 santimetr degani mana bu yerda mana 2 santimetr. Mana shu. Mana shu 2 santimetr. Mana shu mana 5 santimetrligi. Shular 1 yil xizmat qilib beradigan. Buni masheta gullab ushlagandan keyin mandarin bilan qo'shib tagi bilan kesib olsangiz, mandarinning orqasiga yopishib turgan yaproqlar shu yaproqlar bo'ladi. Buni svejeriniki sotish mumkin. Mana bu endi mana o'z navbatida 3 yil xizmat qilib beradigan ona novda. Bu bilan parallel yonma-yon chiqadi. Doim shu bilan yonma-yon yuradi bu. Bu o'zi bo'lishi mumkin. Shu bo'g'indan mana o'rta suv novdani bo'g'inidan birdaniga ikkita 3 yil xizmat qilib beradigan ona novda chiqishi ham mumkin. Ikkita 3 yil xizmat qiladigan ona novda bilan ikkita 3 ta 5 tagacha 1 yil xizmat qilib beradigan ona novda ham chiqishi mumkin. Uni razmeri 1 santimetrdan boshlanadi. 1 yil xizmat qilib beradigan. Buni razmeri 15 santimetrdan 25-27 santimetrgacha bo'ladi. Juda ham chiroyli novda. Bundan uyda, tuvaylarda hosil oladigan narsalar, ko'chatlar tayyorlab olishimiz mumkin. Mana buni nima haqiqiy holati. Keyin qachonki shakl berish, tashavvuring. Shakl berish uchun kesilganda men bugun gruppaga video tashab qo'ydim. Kuzgi abreska haqida. Mana bo'g'inidan 5 mm qoldirib kesing degan joyini tashab qo'ydim. Shu yerga e'tibor berasizlar mana. Qachon kesilganda bo'g'inidan. O'zi bu novdani kesmasim kerak edi. Men sizlar uchun dars uchun kesdim. Shu yerdan mana kesib 5 mm bo'g'indan qoldirish kerak. Uchroqdan qoldirsa nima bo'ladi degan savol bo'ladi. Masalan, mana shu novdani aynan buni emas, novdalarni kesayotgan vaqtida mana shu bo'g'indan kesmasdan, mandarodan kessa nima bo'ladi degan savol bo'ladi. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu novdalar bu yerdan boshqa novda chiqarishi mumkin. Aynan o'ziga o'xshagan novda chiqarish uchun bo'g'indan kesish kerak bo'ladi. Endi qadrdonlar, o'rta suv novdalarni ikkita turga bo'lgandik. Bittasi 45 gradus burchak ostida o'sadigan, ya'ni 45, 40, 10, 20, 30 qiyaligida o'sadigan novda mana shu. Ancha-muncha yaproqlarini olib boraman sizlarga ko'rinishligi uchun. Mana shunaqa bo'ladi, mana chiqqan. Bu yerdan bo'g'in ajratganda yana bu yerga chiqqan. Chiqib kelyapti mana. Bundan endi o'z navbatida 1 yillik mana 1 yil xizmat qiladigan, 3 yil xizmat qiladigan ona novdalar chiqyapti. Bu yerda birdaniga ikkinchi kategoriyali o'rta suv novdani ham misolda keltirib o'tamiz. Mana bu meni ta'birim bo'yicha qaroqchi novda deyiladi mana. E'tibor qilsanglar, qaroqchi novda qayerda paydo bo'lgandan keyin undan keyingi diametri kichkina bo'lib qoladi, ko'ringlar mana. Mana shu novda qaroqchi novda chiqqandan keyin bekaga men buni oddiy jaydari tilda qaroqchi novda deb qo'yganim sababi shu yoqqa kelayotgan pitaniyani bu olib turadi. Bu novdada kelayotgan pitaniyani olib turganligi uchun qaroqchi novda deb qo'yganman buni mana. Shunday qo'ysanglar turishi shunaqa bo'ladi mana. Bu ikkinchi kategoriyalik o'rta suv novda. Lekin bu chiqib olgandan keyin 1 yildan keyin agar shundan qalamcha oladigan bo'lsangiz, juda ham go'zal qalamcha bo'ladi uy tuvagida bo'lish uchun. Uyda, komnatni. Asosiy mana bu novdadan, mana shu o'rta suv novdadan eng go'zal ko'chat olinadi. Bu orasi yaqin bo'ladi.
bir-biriga juda ham chiroyli bo'ladi. Endi qadrdonlar, 3-chi novda turi bu erkak surx novda. Surx novda deyiladi. Surx novda ham ikkiga bo'linadi. Birinchi va ikkinchi kategoriyali. Birinchi kategoriyaligi tikonli bo'ladi. Vertikal o'sadi. Ikkinchi kategoriyaligi tikonli vertikal o'sadi. Birinchi kategoriyaligi silliq secheniyalik. Mana unga o'xshagan mana. Shunga o'xshagan bo'ladi mana. Yaqinroq olib kelsanglar. Mana. Shunga o'xshagan bo'ladi. Endi o'sha yerda bir darsni o'tib ketaman. Hozir ikkinchi kategoriyalik erkak surx novdamiz tikonli figurali bo'ladi. Endi o'z navbati menga o'tib olyapti. O'z navbatida birinchi kategoriyalik erkak surx novda ikkita turga bo'linadi deganman. Ikkiga bo'linadi. Bittasi mana o'zidan manadan chiqqan bu. Bo'g'in ajratadigan, ajratib turib o'sadigan nejniy bo'ladi bu mana. Ikkinchisi bittanaqa topib keling. Ano ikkinchi turlik. Ikkinchi tur erkak surx novda topib keling. Mana bunda bo'g'ini bor, ko'ryapsizlar. Mana parallel chiqyapti, ikki tomonga ham chiqyapti yaproq. Mana shu yerda bo'g'in bor. Mana. Qayri bog'lasak ham shuni qayri bog'lanadi. Ikkinchi tur erkak surx novda mana shu bo'g'ini yo'q, yashil bo'ladi. Yashil. Shu ro'parada ham turibdi, mana shu apelsinda ham turibdi mana. Apelsinda ham bor. Ikkinchi tur yashil. Bular qidiryapti. Ondaki yashillar Mana keldi mana uni shu yerda ham ko'rsataman sizga mana. Mana bo'g'inni ko'ring mana. Mana bo'g'in. Mana shu yerda o'zida ikkala turi ham turibdi mana. Mana bu ovoriladigan yashil turi, ikkinchi turi mana. Mana bu birinchi turi mana. Mana bo'g'ini bor, buni bo'g'ini yo'q. Bu mana yashil. Olganimizda shuni olib borishimiz kerak. Mana bo'g'ini bor, qolish kerak mana. Tushuntira oldimmi? Mana uni bo'g'ini bor, buni bo'g'ini yo'q mana. Qo'sh kaltak. Shunda biz mana uni olib borsak, xato qilmagan bo'lamiz mana. Mana. Bugungi darsda ham shuni aytdim. Qo'sh kaltak bo'lganda ikkinchi turini olib tashaladi. Ko'kini. Mana bu bo'g'ini bori qoladi. Nimaga? Bo'g'ini bori tez hosilga kiradigan bo'ladi mana. Mana. Tushuntira oldimmi? Endi buni kesish qanday bo'ladi? Kuzga kesish qanday bo'ladi? Mana hozirgi aytayotganim mana o'rta sunovdani, qaroqchi novda qarang mana. Shu yerda bo'g'ini bor, mana bu yerdan ketgan. Buni qayrisa bo'ladi, bog'lasa. Buni tek qo'ysak ham bo'ladi. O'zi bu nimada? O'rta sunovda bu. Bu o'zi shakl bera oladi bu. Mana yerda bor mana. Mana bo'g'ini bor. Shunga bo'ladi. Mana buni ham shu yerda bo'g'ini bor mana. Birdan shu yerda mana 1 yillik ona novdalar chiqaryapti mana. Ushlab turganlari mana hosil novdalar. Buni endi bo'ldi. Endi buni abreskasi qanaqa bo'ladi? Kuzdagi abreskasi qanaqa bo'ladi? Qadrdonlar, mandarinlar asosan biz limonariyalarga ektirishimiz apelina uchun ektiramiz, changlatish uchun ektiramiz. Buni mazza qilib yeydigan bo'lmaydi bu. Sal nordonroq bo'ladi. Shuning uchun buni xonavor o'sadigan qilib, mana oralarini ochish kerak buni. Mana hozir mana shu yerda orada turibdimi? Shuni oralarini sal ochish kerak bo'ladi. Shuni olamiz mana. Mana shu pastdagilarni olamiz buni. Mana bular baribir o'ta bo'ladi. Novdalarni kesgan vaqtida kuzgi abreskada 20-25% mana shu kaltakni 100 kilo desangiz misol uchun yoki 10 kilo desangiz shundan 2-2,5 kilosini olib borish mumkin. Yoki 100 ta kaltak bo'lsa 20 ta 25 tasini olib borish mumkin. Bu degani 20-25% ochish mumkin xolos. Undan ko'p olib bo'lmaydi. Shu yerda bir savol bor edi. Ko'p olsak nima bo'ladi degan savol bo'ladi. Ko'p olsak yelim chiqarib yuboradi. Sababi tagidagi nasos suyuqlik haydayotgan nasos qayergadir chiqarish kerak bo'ladi buni. Qayergadir chiqarish kerak bo'lganda bitta nuqta orqali yelim qilib chiqarib qo'yadi buni. Ilhom aka o pastda cho'karib turibdi, ovoringlar shuni. Shunaqa cho'karlar tozalash kerak. Bo'lmadi. Chatoq kesdingiz shuni. Yo'q, kesgan vaqtingizda doim mana. O'ta go'zal kesish kerak.
Mayerlardagi mana butalarni olish kerak, ko'ring mana. Mana ular buta mana. Bu yil gullab gulini tashlagan bular mana. Mana. Kichkintoy 1 yilliklar o'sha gullab gulini tashlagan. Shularni olib kerak. Mana yaproq terish kunda o'zi shularni olish kerak. Hozir men kalta ko'rganib qolganman-da. Kalta men ikkinchi qo'limda. Endi urib turiladi mana. Kaltalar ochiladi mana. Bunday qilib. Mana uni pastdagi olmaydimi? Qaysini? Mana umi? Bular olinadi mana. Mashlarida og'irsiz bo'ladi. Mana mashlarda ham og'irsiz bo'ladi. Sababi bu yerda birinchidan soyada, keyin mana ichkariga qaragan kaltalar solsa og'irsa bo'laveradi. Mana bu yoqqa o'tib mana shuni shu yerdan olib borish kerak. Mana uni mana bo'g'indan olib borish kerak. Mana haligi so'rovchi kaltak, mana bu yerda bo'g'in bor mana. Shuni o'sha bo'g'indan olib qo'yish kerak. Mandarinlarda shunaqa qilish kerak. Mana qolgan kaltalar qoladi. Mana ularni salpanga qayirib qo'ysak bo'ladi. Salafanga turban solib turib, bitta qayirib qo'yamiz. Hosili kirib ketaveradi. Qilib qayiramizmi? Ha, bormi salafan? Ha, bor. Bo'ldi, berasiz. Bo'ldi. Shu mandarinni xullas abreskasi shu do'stlar. Endi mana yaqinroq olib kelsangiz, shu yerdan bir ikkita butalarni olib o'rgatib qo'yaman. Mana mana shular buta. Shuni olib borish kerak mana. Mana oralaridagi butalarni olib borish kerak. Aytaman, 1 yillik ana shu Ha, 1 yillik ona novdalar shular. Ha, bular gullab bo'lgan, gullamagani ham endi gullamaydi buning ichida. Sabab yorug'lik yetmaydi bunga. Yaproq terish kunda mana yaproqlarni olish kerak mana. Mana. Mana shu yaproq ko'ryapsizmi? Shikastlangan, ishini qilib bo'lgan bular. Shu yaproqlarni olish kerak. Mana shu yerda nima savol bor? Abreskada ikkita savol bo'ladi. Mana shu novdalar nimaga qoldi, mana ular nimaga olindi degan savol bo'ladi. O'zi abreskada ikkita savol bor. Bittasi shu novdalar nimaga qoldi, shu novdalar nimaga olindi degan Ana savol bo'ladi. pastdagi novdalar olinmaydimi? Qaysi? Ana shu ikkita. O'zi olinadi bular. Endi mana uni 20-25% Ha. deyapmiz-da. Undan ko'p bo'lsa bo'lmaydi. Sababi oldimizda qish turibdi. Shu yerda so'ki diviziyaniya bo'lib turadi. Buni kutilmagan holatda haroratni birdan 0 dan pastga tushirib qo'ysangiz, mashinlarda hosil insult bo'lib qoladi mana nimalar. Mashinlar sizga hosil berib turadi. Shuning uchun pastdan ozgina qo'yib turasiz. Tushuntirdimmi? Bu faqat mandarinda. Yo'q. Hammasida ham deyarli shunaqa bo'ladi. Men prosta hozir mandarinda ko'rsatdim. Mandarinda mana. Ayda mana bo'g'inni ko'ryapsiz mana. Mana shu bo'g'indan olsak bo'laveradi. Mana shu yergacha nima savol bor? Shu qurgan shoxchalar olib tashlaymiz. Ha. Ona novdachani ham olamiz. Mana olib tashlaymiz mana bularda. 1 yillik ona novda bu. Mana shularda yorug'lik yetmaydi. Buni Ularda yorug'ligi yetmagani uchun olamiz. yorug'lik yetmaganligi uchun, havo yaxshi aylanishligi uchun, havo yaxshi aylanmasa ham apelina bo'lmaydi hamda bu. Mana bu kurtak tez o'lib qoladi bu. Mana buni yaproq teradigan kunda ancha-muncha mayda narsalarni olsa bo'laveradi. Mana bunaqa narsalarni qo'lda olsa bo'laveradi. Bo'ldi. Shu bilan mana havo yaxshi aylanadigan bo'ladi. Mana uni olamiz mana pastda. Mana ularni olamiz. Mana ichiga qarab o'sgan novdalarda ular olsak bo'laveradi. Savol bo'lishi mumkin-da, bunda tepa ko'tarilib ketmaydimi degan savol. Yo'q, lekin pastidan 70-80 santimetrda havo aylanish qilish kerak. Sababi bu yerda so'ka diviziyaniya bo'lganligi uchun, mana stullar yo'g'on bo'lganligi uchun bilasiz, yo'g'on stulda energiya bo'ladi. Bu kichaygan sari sovuq boraveradi bu harorati. Mana shu yo'g'on stullarda so'ka diviziyaniya bo'lib turgan uchun hasharotlar shu yerda qishlaydi. Shuning uchun buni shu yerni ochib qo'yib, bu yerni qalinroq dori bilan sepish kerak. Masalan, mana malhamni 100 gram malhamni 50 litr suvga qo'shib sepasiz degan bo'lsam, 25 litr suvga qo'shib turib, oldin tagiga sepib olish kerak. 5 litr bilan. Tagini обработка qilib olish kerak-da. Undan keyin qolgan 20 litrga yana 25 litr qo'shib, 45 litr qilib o'pcha sepish kerak. Bahrgul hojona mana shu yerda yaproq terish kunida mana shu yaproqlar olinish kerak mana. Mana shu yaproqlarni olish kerak. Ko'ring mana. Mana shu Eski yaproqlar. Eski yaproqlarda, ishlab bo'lgan yaproqlar.
Mana kichkina cho'pashchalar mana. Orasidan chiqqanmi ular mana. Eski yaproqlarni olasiz, xonavor bo'lib qoladi bu. Chiroyli bo'ladi. Mana. Mana shu eski yaproqlarni olasiz, o'zi havo aylanadigan bo'ladi, ochilib qoladi mana. Qarang mana shu katta yaproqlarda hasharot va zarar kurandalar bor mana. Buni eski yoki mandaqa mana yirtilgan mana. Bu yirtmagansiz, buni o'zi yirtilgan. Shunaqa yaproqlarni olish mobaynida mana kichkina buta bo'lib qolgan butalarni ham olib ketadi. Masalan mana butada mana bu gul. Butalarga tegmadimi? Ha, shularni manaki manaqa shikastlangan yaproqlar mana. Shunaqalarni olish kerak bo'ladi mana. Shu yaproqlarni olganingizda o'zi bu havo aylanadigan bo'lib qoladi. Endi mana shu qaychini ushlab tursanglar. Ustoz, hozir buni tepasidan olinmaydi. Yo'q, tepasidan olinadigan yeri yo'q. Mana. Yaproq terishganda mana juda qiziq ish bu. Nima qilib qiladigan ish. Farq tutib olish kerak. Farq tutib olish kerak. Buni qilmasa ham bo'ladi degan odamlar bo'ladi. Qilmasa ham bo'ladi. Endi befarosat odam qilmasa bo'laveradi. Biz limonariga bir yilda bir marta, ikki marta kiradigan odam qilmasa ham bo'laveradi bu. Hosilga interesi yo'q odamlar qilish shart emas. Bering salafandi. Mana stol, mana kattaroq, mana kichikroq. Tuproq shunaqa solinadi. Ha. Misol mana shunaqa nodani qayirib qo'yish kerak bo'lsa, ko'pda bu. Nodani qarab to'kilish kerak bo'lsa. Ha. Shunday ilib qo'yasiz. Mana. Hozirroq. Mana uni ilib qo'yish kerak bo'lsa, mana. Mana. Shunday qo'ysangiz turaveradi mana. O'zi qayrilib mana. Ko'rdingizmi? Buni baylash shart emas. Temir sepgandan keyin shunaqa rangda. Ha, ya bu muammo emas. Yangi temir. Aha. U muammo emas. U kerak narsa, u sizga ko'rinishi. Bittasi ham tashlabdi, haligiga tochka qiziq. O'sha ham shu temirdan keyin bo'lsa kerak a? Ha, ishlarda ya men yaxshi ko'rgan ish yaproq terishni yaxshi ko'raman. Mana. Bitta farq qilib olasiz bunga. Farq qilib olib, bundaqa ichida mana qara. Ikkitasini olib tashlaymiz. Qaysi? Ha, shuni mana. Yaproq terayotganda olib. Mana uni. Ya, buni mana yaproq terayotganda olib ketaveradi ular. Qarang, qanaqa chiroyli bo'lib qoladi. Havo yaxshi aylanadi. Qo'lingizdan kelishgan biz o'ylanamiz, mana olsakmikin, olmasakmikin. Mana. Mana shu yerni ko'rsatayım mana. Shunday orasidan chiqqan bir yillik butalarda ovorilaveradi. Mana. Ko'ryapsizmi, qanaqa chiroyli bo'lib qoladi. Havo aylanadi bu yerda. Go'zal bo'lib. Mana. Nima savoli bor shu yerigacha? Mana ko'ryapsizmi, yirtilgan yaproqlar mana. Buni siz yirtmagansiz-da mana. Yo'q. Albatta yirtilgan bu. Texnik shikast. Elementlar yetishmovchiligi mana. Chiroylimi? Shu yerlarda mana eski yaproqlar olinsa, bu yerlar ham o'ta go'zal bo'lib qoladi. Havo aylanadi. Mana hasharotlar keng ko'rmaydi. Qanday bo'ldi meni nima? Mandarin. Go'zal, juda ham chiroyli. Mana ularni vaqtincha bunday qilib sal tortib qo'yasiz, mana uni bir-biriga bunday qilib. Sal vaqtincha bunday tortib qo'yib, qotib qoladi bahorda. Chiroyli bo'ldi. Bo'ldi. Birinchi videoda chiroyli.